Delkor deyishar g'irt bittinga qimmat akkumulyator ekan. Yozda oluvdim, уже o'tirib qoldi. Garantiya berishganmidi? 6 oy garantiya bergan. Sex akkumulyator yoki siz aldab yorishibdi. Yo'q. Hozir men sizga originalini ko'rsataman, padelkasi bilan farqini ham o'rgatib qo'yaman. Videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, siz ham farqini bilib olasiz. Ikkalasini 5 ta farqi bor. Bitta o'rgataman. Siz ungacha like bosib, kanalga obuna bo'lib turing. Birinchi farqi sanasida bo'ladi, zavodskoyda o'yib yozilgan bo'ladi. Padelkasida kraskada yozilgan bo'ladi. Ikkinchi farqi glazokida bo'ladi, zavodskoy quyma bo'ladi. Padelkasi bo'lsa boshqacharoq, mana shu ko'rib turganingizdek bo'ladi. Uchinchi farqi bo'lsa, mana shu kleymalarda bo'ladi. Originalida mana bunaqa uchburchakli bo'ladi, padelkasi bo'lsa tek suzmaloq bo'ladi. To'rtinchi farqi, originalida yon tarafida Made in Korea yozig'i bo'ladi, padelkasida bo'lsa bu narsa bo'lmaydi. Beshinchi farqiga keladigan bo'lsa, nakleykalari ko'rasizlar, originalida tinni bo'lib turibdi, padelkasida bo'lsa xira bo'yotibdi. Shuni qaldanib qolmaslik uchun bu videoni mashinasi bor yaqinlaringizga tez jo'natib qo'ying. Akkumulyatorlar narxi kerak bo'lsa, mashinangiz modelini kommentariyaga yozib qoldiring.